Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchi ustozlar hamda abituriyentlar. Xo'p, milliy sertifikat A+ kitobidagi 10-variant 33, 34, 35-savollar tahlili. Savolda ko'rgalakning katta ko'krak muskuli hujayralarida energiya almashinuvi jarayonida aerob hamda anaerob sharoitda sintezlangan ATF molekulalari birga bir nisbatda agar mitoxondriyada 108 molekula ADF sarflangan bo'lsa, quyidagilarni aniqlang. Demak, xo'p, anaerob hamda aerob. Anaerob bu sitoplazmada amalga oshadi, aerob esa mitoxondriyada. Endi mitoxondriyada sarflangan ADFlar soni 108 molekula ekan. Bu degani 108 ta ATF hosil bo'ladi degani. O'zimizda 36 molekula ATF hosil bo'lishi kerak edi. Mo'lin topib olishimiz mumkin. 108 ni 36 ga bo'lamiz. Hop, 3 mol demak parchalangan bo'ladi. Xo'p, endi anaerob sharoitda sitoplazmada 108 molekula ATF hosil bo'lgan. Nimaga? Chunki anaerob hamda aerob sharoitda sintezlangan ATF molekulalari birga bir nisbatda, ya'ni teng nisbatda ekan. 108 ni 2 ga bo'lsak, chunki 1 mol glyukozadan 2 mol ATF hosil bo'ladi. Xo'p, 54 mol. Bu jami parchalangan o'sha glyukozalar 54 mol ekan. Xo'p, endi 54 molekuladan 3 molini, ya'ni mitoxondriyada parchalanganini chiqarib tashlasak, 51 mol bu o'sha anaerob sharoitda parchalangan glyukoza. Ya'ni 33-shartda chala parchalangan glyukoza miqdori hisoblanadi. Demak, 33 ga A. 34 sitoplazmada hosil bo'lgan umumiy ATFlar soni. Sitoplazmada 108 ta ATF hosil bo'lgan. S. 35 umumiy hosil bo'lgan energiya miqdori qancha? Demak, 51 molni ko'paytiramiz 200 ga, chunki anaerob sharoitda 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi. 50 ni 200 ko'paytirsak 10.200 ekan. Xo'p, endi mitoxondriyada esa 3 mol 3 ni ko'paytiramiz 2600 ga. 6000, 1800, 7800 jami energiya hosil bo'lgan. 10200 ga 7800 ni qo'ysak, jami 18000 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Demak, 35 ga F. Xo'p, endi 36-savol. Diploid navli bug'doy va arpaning chaydonidagi boshlang'ich hujayralar soni 800 taga teng. Ya'ni mikrosporasitlar 800 taga teng. O'sha chaydonning birlamchi o'sha hujayralar hisoblanadi. Xo'p, yozib olamiz. Bug'doy hamda arpa. Demak, jami 800 ta. Biz bitta mikrosporasitdan 4 ta mikrospora hamda 8 ta spermiya hosil bo'lishini bilamiz. Jami spermiyalarni topib olishimiz uchun 800 ni proporsiya qilsak, 808 ko'paytirsak, jami 6400 ta spermiya ishtirok etgan bug'doy hamda arpa uchun. Endi bug'doyi X, arpani Y yoki bug'doyi Y, arpani X deb olsak bo'ladi. Jami X hamda plus Y teng 6400 ta ekan. Xo'p, endi keyingisi ular meyoz mitoz bo'linadi. Xo'p, va bug'doyning 50%, arpaning esa 60% spermiyalari urug'lanishda ishtirok etdi. Demak, bug'doy 0.5x desak, arpani esa 0.6y. Xohlasak 5, 6, 50, 60 deb olsak ham bo'ladi. Agar bug'doyning tuxum hujayrasini urug'lantirishda ishtirok etgan spermiyalar soni. Endi bug'doyi 0.25x tuxum hujayrasi uchun, 0.25x esa markaziy hujayra uchun ishtirok etadi. Bu markaziy hujayra. Urug'lantirishda ishtirok etgan spermiyalar soni, xo'p, agar bug'doyning tuxum hujayrasini urug'lantirishda ishtirok etgan spermiyalar soni arpani urug'lantirishda deyapti. Arpani urug'lantirishda ishtirok etgan spermiyalar sonidan 0.25 marta ko'p ekan. Demak, 0.6y dan 0.25 marta ko'p ekan mana tuxum hujayralar. Bu degani 0.25x bo'lamiz 0.6y ga, shunda 0.25 bo'lishi kerak. Endi ishlaydigan bo'lsak, 0.25 ni 0.6 ga ko'paytiramiz. 0.25 ko'paygan 0.6. 0.15y ekan. Hop, 0.15y imiz teng 0.25x ga. Shunda hop 0.15 bo'lingan 0.25. 0.6y imiz teng x ga ekan. Demak, x 0.6y ga teng ekan. Endi mana sistemaga qo'yamiz. X o'rniga 0.6y. Hop, 0.6y plus y teng 6400. Y ga 0.6y qo'shsak 1.6y teng 6400. Y teng
6400 bo'lingan 1.6 4000. Demak, jami 4000 ta spermi bu arpa, y arpa edi. X topadigan bo'lsak, 6400 dan 4000 ni ayirsak, 2400 ta spermi bu bug'doy uchun ishtirok etgan. Jamiki shu qatnashgan spermilar. Xo'p, endi masala shartda bug'doyning urug'lanishida ishtirok etmagan. Bizda 50% ishtirok etgan edi. Demak, 2400 imiz 100%, 50% 1200 ta ishtirok etgan spermiyalar sonidagi xromosomni topish uchun 1200 ni ko'paytiramiz. Hop, 7 ga. Nimaga 7? Chunki bug'doyning diploid to'plamida 14 ta xromosom gaploidida spermiya gaploid bo'lgani uchun 7 bo'ladi. 7 ga ko'paytirsak 7000, 1400, 8400 ta ekan. Bu A masala shartiga javob. B masala shartiga javob. Arpaning urug'lanishida ishtirok etmagan. Endi bizda 60% ishtirok etgan edi. Bizda jami 4000 ta, bu 100%. İştirak etmeyeni 40%. Hop. 4000 40%, 1600 ta ishtirok etmagan spermiyalar soni. Bizda xromosomlar spermiya soni degan, shuning uchun A masala shartiga javob 8400, B masala shartiga javob 1600 ekan.